o'z jinsiy faoliyatingizga ishonchingiz bormi? Ya'ni bizda o'sha jinsiy yetishmovchilik haqida xavotir sindromi degan, ya'ni sindrom тревожного ожидания seksuальной неудачи deydi bizning kitoblarimizda ko'p. Ya'ni shunday xavotirli, hozir menda bir fiasko holati bo'lib qoladi, jinsiy aloqa qila olmay qolaman, uyalib qolaman degan xavotir bormi, yo'qmi? Jinsiy faoliyatni boshlash uchun sizdagi jinsiy a'zoni junbushga kelishi, ya'ni ereksiya yetarlimi, yetarli emasmi? Jinsiy faoliyat davomida shu ereksiya holati o'zini ushlab turaladimi yoki ereksiya holati jinsiy faoliyat davomida hali tamom bo'lmasdan yo'qolib boradimi yoki susayib qoladimi? Jinsiy yaqinlik davomida ereksiya jinsiy faoliyatni, ya'ni jinsiy yaqinlikni oxirigacha olib borishga yetadimi, yo'qmi? O'zingizni jinsiy faoliyatingizdan o'zingiz mamnunmisiz yoki o'zingizni qoniqtiradimi, yo'qmi?